100% butun dunyoda bo'lmagan deb aniq ayta olaman. Yeysan yana deysan sizlarga skidka so'raganingiz uchun juda ham zo'r skidkani e'lon qiladi. Ya'ni 31-maygacha butun O'zbekiston bo'yicha mana shu go'zal tandirlarimizdan dastavkasini bepul qilib qo'ydik. Ushbu tandirimizda nirjabekidan bo'lgan nabori bo'ladi. Tandir go'sht, tandir steklarini bemalol qurasizlar. Chiroyli gulli krishkasi bor. Bunisi e'tiboringiz uchun yangicha rangda, yangichasini ishlab chiqardik. Tandirlarimizni qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Bunaqa rangi bor, bunaqa rangi bor, lekin mana bunisi ham olov bo'lib chiqdi. Bu narsasini juda ham ko'pchilik tushunmayapti. Qo'lingiz kuyib qolmasligi uchun kul yopagani bo'ladi. Tandirimizda juda qulay bo'lgani uchun ichiga garelkalarni qo'yib qo'yganmizda gazda, o'tinda muammosiz ishlataverasiz. O'tinni kulini pastidan to'xtatsangiz bo'ladi. Tortmalari bor, tortmasi chiqadi. Tandirimizning issiq cho'li ho'kondozlari naborning ichida sizlarga qo'shib beramiz. Tandirlarimizni qaranglar, bir-biridan go'zal. 1, 2, 3 sizlarga qaysi variant ko'proq yoqdi? Birinchi variantmi, ikkinchimi, uchinchimi? Izohlarda o'z fikringizni qoldirib ketinglar. Yeysan yana deysanda dastavka xizmati ishlab turibdi. Butun O'zbekiston bo'ylab 31-maygacha dastavka xizmatini bepul qo'ydik. Mana shu go'zal tandirlarimizni sizga qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'shanisini dastavka qilib yetkazib beramiz. Hozir mana shu ikkala tandirimizni biz Tojikistonning Dushanbesiga chiqarib yuboramiz. Sizlarga ham kerak bo'lsa, sizlarga ham jo'natib yuboramiz. O'zi tojikistonliklar bormi bizlarni kuzatayotganlar orasida kommentariyada Tojikistonning bayrog'ini qo'yib ketsanglar, biz xursand bo'lamiz.